SP82 oltmish moduli bilan masofadan aloqa qilishni o'rganamiz. Ya'ni telefon bilan SP82 moduliga buyruq berishni o'rganamiz. Bu sistema qanday ishlaydi? Mana bu SP82 modulga proshifka qilamiz. Bu bizga Wi-Fi tarqatadi. Telefonimizni Wi-Fi ga ulab olamiz. Google ga yoki Chrome ga kirib turib, mana bu sifralarni, mana bu yozuvni yozamiz. IP adres. SP ning IP adresi bu. Shu yozuvni yozganimizdan keyin mana bunaqa knopka chiqadi bizga off on degan. Bu ishlarni qilish uchun internet kerak emas. Keyin SP modulni D1 kontagiga svetodiodimizni ulab olamiz. D1 kontagiga ulaymiz. Ikkinchi kontagini GND ga ulaymiz. Mana shunday qilib ishlatsak bo'ladi. Mana. Tak. Aniqroq ko'rinsin. Bu sketchni ChatGPT yozib berdi. Sketchni ham videoni tagidan tashlab qo'yaman.